Hurmatli obunachilar, sayohatimizni davom ettiramiz. Hozir men sizga Rustam va Nasibani tanishtiraman va uni mana shu maktabda olib borayotgan faoliyati o'quvchilari bilan qisqacha suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum, bonjour. Bonjour, bienvenue dans notre école. Merci, Nous je vous en sommes très prie. contents que c'est là. D'accord, Nasiba. On commence par quoi? On commence à te demander, est-ce que tu es contente de travailler dans cette école? Tout d'abord. Qarang, fransuz tilida gapiryapti. J'ai commencé mon travail dans cette école. Rahmat, Nasiba. Endi o'zbek tilida gapirsak ham bo'ladi. Nasiba, bu maktabda necha yildan beri ishlayapsan? Men bu maktabga bu yil ishga kirdim. Yaqinda o'sha Termiz davlat universitetining xorijiy filologiya fakultetini bitirib keldim. Yaxshi, ustozing, bu yerdagi ustozing kim? Shahriddin Meyliboyev. Mana shu maktabda o'qiganman o'zim ham 11 yil. O'sha Shahriddin Meyliboyev ustozim. Qiziqishimni oshirgan, o'sha o'qishga kirishimga yordam bergan, katta rahmat aytaman. Va o'sha o'qishga budjet asosida qabul qilindim. 15 taslarmi? Hurmatli obunachilar, biz hozir Nasiba domlani dars jarayonlarini Bu kuzatamiz. xos yo'qlar. Zuhriddin, Asilbek, Sanib, Buxorova. Bonjour, asseyez-vous. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Fransuz tili qanday bo'lyapti? O'rganyapsizlarmi? Mening ismim deb kim aytadi? Qani? Je m'appelle Begzod. Begzod. Assieds-toi. Merci Begzod. Domla, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Hormang ishlar bilan. Rahmat. Mana qarang, qanday bolalarni ko'zidan nur yog'ilib turibdi. Qanchalik tilga bo'lgan e'tibori kuchli. To'g'rimi bolalar? Fransuz tilini nimaga o'rganyapsizlar? Kim aytadi? Qani? Kim aytadi? Fransuz tilini o'rganishimizdan maqsad kelajakda o'zimiz fransuz tiliga bo'lgan mehrimizdan, birinchi o'rinda mehrimizdan iborat. Keyin fransuz tilida men hozirda o'qishlarga o'qimoqchiman fransuz tili bo'yicha. Bravo. Bravo nima degan bilasizlarmi? Aferin. Rahmat. Xo'p, Nasiba domla, qisqacha shu bolalarni fransuz tiliga bo'lgan muhabbati, ularni nima uchun ingliz tilini tanlamaganligini biroz gapirib bering. O'sha fransuz tiliga qiziqishdan maqsad bularni masalan oladigan bo'lsak, Fransiya o'zi juda ham go'zal mamlakat hisoblanadi. Menimcha hamma ham uni borib ko'rishni, o'sha Eiffel minoralarini o'z ko'zi bilan ko'rishni orzu qilsa kerak deb o'ylayman. Shu o'rinda o'zim ham albatta kelajakda Xudo xohlasa borish niyatim bor. Bolalar ham, o'quvchilar ham o'sha o'zining fransuz tilini yaxshi o'rganib, kelajakda o'sha chet ellarga sayohatga borganda mana shu tildan bemalol foydalanish, o'sha chet elliklar bilan, fransuzlar bilan muloqot qilish uchun o'rganyapti albatta. O'quvchilar juda ham qiziqishadi fransuz tiliga. Yaxshi, rahmat domla. Nom de famille Niyozova. Je suis ouzbek, je suis écolier, j'habite à Atchel. Merci, assieds-toi. Hurmatli obunachilar, 60-maktabda mana fransuz tilida gapiradigan nechinchi sinfsizlar? 8-sinf fransuz tilida gapiradigan o'quvchilarimiz bor. Obuna va laykni bosishni unutmang. Domla, fransuz tilini shu hududga yoyish bo'yicha qanaqa takliflar bera olasiz? Fransuz tilini o'sha qolgan o'quvchilarning ham qiziqishini oshirish uchun o'sha to'garaklar qilish kerak. O'sha fransuz tiliga oid qiziqarli metodlardan foydalanib, ularni jalb qilish kerak deb o'ylayman. Avvalo o'sha yutuqlarimizni ularga namoyish qilish kerak-da, shunda qolganlarning ham qiziqishi oshadi deb o'ylayman. Zo'r. Hurmatli o'quvchilar, e'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar va bu tilni mahkam ushlab o'rganinglar. Bu til hozir respublikamizda ancha taraqqiy etib ketmoqda. Agar bu tilni o'rgansanglar, sayyohlarga tarjimon bo'lishlaring mumkin. Tushundinglarmi? Tarjimon bo'lish. Domla, kontent uchun sizga rahmat. Ishlaringizga rivoj. Sog' salomat bo'ling.